100 ta tuyani oldi. Maza qildi. Endi 100 ta tuyani olib, yana ana shu Hunayn vodiysida turgan, ana shu g'animalar to'plangan joydagi katta bir hajmda, katta bir adatda turgan tuyalarni qarab, hayron bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz shunaqa tarqatgan ediki, bu kunda bir arobiy keladi, menga ham bering Muhammad desa, mana u vodiy qo'y senga deydi. Masxara qilyapsanmi Muhammad meni deydi. Yo'q, olaver deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hali gapga eshitib, o'sha 100 tamida 150 ta qo'yni ajratib, hayda orqasiga qarab ketadi. Birov to'xta deyishini kutib. Hech kim to'xtatmadi. O'zini qabilasiga borib turib, "Ey qavm" dedi. "Tezroq boringlar Muhammadning oldiga. Muhammad" dedi. "Kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqmaydigandan bir ehson qilyapti. Borib musulmon bo'linglar" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga yopirilib kelishdi. Kim nima so'rasa payg'ambarimiz qaytarmasdan berdi. Mana endi Safvon katta adatdagi boyga chorvalar turgan joyga qarab turganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Abawah yu'jibuka hada shay?" Mana shu shay seni hayron qoldiryaptimi? Yo'qyaptimi dedi. "Ha" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi bitta ikkita tuyani berayotgandek, "Huwa laka va ma fihi." Ana shu joy ham, undagi hamma narsa senga dedi. Nimadan keyin berdi buni? 100 ta tuyani bergandan keyin xuddi ikkita tuyani berganda senga u ham olaver dedi. Musulmonmi hozir bu? Mushrik holatda. Bu kutilmagan ishdan Safvon esankirab qoldi. Uzoq yillardan beri ko'rmayotgan haqiqatni endi ko'rdi. Va o'ziga o'zi aytdi. Bunday ishni faqatgina nabiy qila oladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh. Deyishdan boshqa chorasi yo'q deb shunday dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nazarida birodarlar aytdik, islomga bitta odam kirishi uchun 100 ta tuya berish kerak bo'lsa, ikkilanmasdan bergan. Chunki dunyoni hamma boyligi, hamma zeb-u ziynati nima bo'ladi bir kun? Yo'qoladi. Ammo iymonchi birodarlar, abadiy bo'lgan jannatga olib boradimi? Rasululloh dunyoda do'st tutmagan. Ko'rib qo'yaylik. Albatta bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu rahmati insonda aqli tasavvur qilmaydigan, tasavvurga sig'maydigan rahmat edi. Va mana shu katta g'animadan Rasululloh o'ziga hech narsa olib qolmadi. U zotni qilgan mana shu ishi haqiqatan aqllarni lol qoldiradi. Arablar mana shu mol dunyo tugab qolmasdan turib payg'ambarimizdan olishligi